Akala 4800 dollarga mana shu Gentrani olib qolganmiz. 2021-yil mexanika, asosiy udari mana shu yerda ko'rib turibsizlar. Orqa kirlo, orqa bagaj tomlari ezilgan, orqa fortichkalar ezilib yotibdi. Orqa eshigi butun, faqat ramkasi qiyshigan, oldi eshik, oldi kirlo, xullas mordalari butun Gentramizni mashina naqadu Navoiy Zarafshondan haydab keldik akalar. Bu mashinani salon holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Airbaglari o'tmagan, mashinaning yurishlariga gap yo'q. 4-pokoleniya gazlari bor ekan. Bu tomonlari yaxshi, faqat asosiy udar mana shu joyida. Akalar, ayrim bir mashina furushlar mana shu mashinani 3,5 ming dollar qilibdi. Egalari hayajonda, nahotki falon pulli mashina ham shunaqa summaga tushib qolsa deb. Biz bordik 4800 dollarga mana shu mashinani sotib oldik. Akalar, butun O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda avariyli mashinalarni faqat o'zimiz olamiz. Ya'ni Avtopachoq kanalidagi bolalar. Bemalol murojaat qilinglar, avariyli mashinalar bo'lsa, zo'r narxlarda olib qolamiz va pachoq mashina topib bersanglar 100 dollardan 200 dollargacha suyunchi puli beramiz. Pastdagi nomerlarga tez aloqaga chiqaveringlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.